Hamma uchun qiziq bo'lgan video. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Mana Xudo xolasa 3 va 7-kunga ketgan ziyoratchilarimizni qanday sharoitlarda yurganlari, ularning ibodatlari, sayohatlari, qisqa videolarini malakali liboschilarimiz bizga tashlab borishlar Telegram kanalidan. Biz bularni qo'ldan kelgancha kanalimizga joylab boryapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa har qanday yangiliklarni ko'rib borasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu video albatta sizlar uchun qiziq bo'ladi. O'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni olasizlar mana shu videolarda. Barchalaringizga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ota va momo Havoni gunohlarini kechirgan singari. Xudo taolo biz ham gunohlarimizni kechirsin. Endi odam ota bilan momo Havo 300 yil deyapmiz, istig'for aytib turib, topishgan joyligi uchun Arofa. Nima degani Arofa? Tanidi topdi. Tanidi topdi ko'rishdi ma'nosini. Xuddi masjidda Arofatda topishganligi uchun Arofat nimaga desa, odam ota bilan momo Havo bir-birini tanib topishganligi uchun, masjidda ko'rishganligi uchun Arofat. Endi bataq qaytganimizda birinchi to'xtaydigan, birinchi yurib o'tadigan joyimiz Muzdalifa. Muzdalifa nima degani edi? Yaqin yoqda tunadi. Topishgan joylar. 3-fevral kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha kelgan hojada hojonalarimiz bilan Makka bo'ylab ziyoratga chiqdik. Mana Arofat tog'iga yetib keldik. Mana Jaloliddin domlamizni Rumiy hazratlarini mana topib oldik. Mana bu kishining suhbatlaridan hojilarimiz mana bahramand bo'lishyapti. Berilayotgan suvda asli ne'mat bu. أهلا وسهلا بكم أوزبكستان طاجكستان في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خوش geldiniz O'zbekiston, خوش omading Tojikiston. أهلا وسهلا بكم في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستقبلكم إن شاء الله كما استقبلوا الأنصار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وعندما قالوا الأنصار في أبياتهم وطلع البدر علينا ومن ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر وأنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزوار أهلا لكم في القلب مكانا صلى الله على محمد. Mana inshaalloh hojak hojonalarimizni Humo bog'ida choylar. Ha, xohlaganinglarcha olaringlar hojonalar. Humo bog'ida mehmon qilyapmiz. Mana alhamdulillah 7-fevral Namangan Jidda kelgan, Farg'ona Jidda kelgan hojilarimiz bilan birga Uhud tog'ini ziyorat etamiz.